so'mkalab dori ukol qilib yotgan bo'lsangiz ham foyda bermayotgan bo'lsa, bir narsani tushunishimiz kerakki, organizmda kasallikning sababini topolmayapmiz biz. O'tdagi tosh eriydimi, o'tdagi tosh ketadimi deb mana shu akamiz hozir 3 kurs davomida harakat qilyapti-da. 3 kurs davomida harakat qilganda mana siz ko'ryapsizki, borgan sayin pashta teng yarimga qisqardi hozir. Teng yarimi degani 2 bo'lgan tosh, shu 2 bo'lgan toshda hozir 1 sm qoldi. Bu degani teng yarimidan ham ko'proq nima qildi? Toshda erib bo'ldi. Shunday qilib eritsa bo'ladi. Hozir akamizdan yana ko'ramiz. Aka, kelganingizda nima shikoyatlaringiz bor akajon? Qon bosimi yuqori edi. Davleting bormidi? Aha. Keyin vaznim ham yuqori edi, o'zimning og'irligim. 133 kilo edim, hozir 118 kilo bo'ldim. Ko'p больницаlarda yotdim, nima qildim? Bir hafta 10 kun yaxshi bo'lardim, dori ukoldan keyin yana shu dorilarni o'ynab yotardim. Xalqiniga qarang, masalan, uyda oldin davolanardingiz. Masalan, ukol dori bilan bir hafta olardingiz. Bir haftadan keyin uyga borsangiz, bir haftadan qo'zirdi. Shundaymi? Hozir bizdan davolandingiz, birinchi kursda yoki ikkinchi kursda keldingiz. Bizdan olganingizdan keyin uyda borib yana qo'zirdimi shu? Yo'q. Oldin qo'zimadimi? Yo'q. 3 oydan beri Xudoga shukr, boshim ham yengil, harakatlarim ham yengil. Mana 3-kursga kelganman, hozir 3 kun bo'ldi bugun. Qarang, mana hozir davolanganingiz sayin yengillashyapsizmi? Yengillashyapti. Tana yengillashgani o'zingiz his qilyapsizmi? Quvvatlar, charchoqlar yo'qolib, oyoqlar yengillashib, bel yengillashi shunday bo'layotgan his qilyapsizmi? Ha, men sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Juda ko'pchilik odamlar yillar davomida ukol dorini olsa ham shu amakimga o'xshab yengillashmaydi. Ya'ni tanasi yengil bo'lmaydi. Nega desangiz, tanani sababini topib noqilishmaydi. Ya'ni ular ukol dori olaveradi, kapinsan olaveradi, akamiz ham olgan. Davleniyaga ham davolangan, yurakka ham davolangan, jigarni ko'pni bilmadim chunki qanaqa davolashganini. Jigarga yo'q. Yurakka ham davolashgan. Yana qayerda davolandi? Toshkentda davolanganman. Toshkentda. Sumkalab dori, ukol dori qilgan. Lekin haftadan keyin yana shu ahvol bo'ldi. Sumkalab qilganmisiz? Men nima demoqchiman sizlarga? Kasallikning sababini topib davolamasangiz sarson bo'lamiz, yillab sarson bo'lamiz. Yana bitta narsa bo'lamizki, mana shu qancha ukol dori qilishingizga, qancha pulingiz ketishiga, qancha vaqtingiz ketishiga, qancha sog'lig'ingiz ketishiga qaramasdan tuzalish qiyin bo'ladi.